Alloma imomi Mavardiy rahmatullohi alayhi aytadilar. İnsonning tirikchiligi 3 narsaga bog'langan. Dehqonchilik, tijorat va hunarmandchilik. Mening nazdimda dehqonchilik eng pokizasi va eng afzalidir deb marhamat qilganlar. Azizlar, dehqonchilik bu juda ulug' kasb. Dehqon dalasining kengligi barobarida uning qalbi keng. U beg'ubor. Dehqonchalik tavakkalchi odam yo'q. Dehqon beliga bitta nonni bog'lab, ozgina ichadigan suvni qo'liga olib, dalasiga chiqib ketadi. Dalasida mehnat qiladi. Yerga urug'ni qadaydi. Mehnatni qiladi. Umid qiladigan ishni yerga qadaydi. Qolganini Allohdan umid qiladi. Dehqonning oldida qancha xatarlar bor. Sovuq bor, do'l bor, boshqa holatlar bor. Kasallikni kelishligi bor ko'chat nihollariga. Shuncha xatarlar bo'la turib, dehqon Allohdan umid qiladi. Hali kuzdagi xirmonini mo'ljalini qiladi. Inshaalloh shuncha xirmon ko'taraman, to'y qilaman, imorat qilaman, o'g'limni uylantiraman, qizimni uzataman deb hali yo'q narsaga umid qiladi. Buni hammasi Alloh taologa bo'lgan uning tavakkalchiligi. Dehqonchalik Allohga yaqin odam bo'lmaydi. Dehqon qolaversa Allohning mo'jizasiga eng ko'p guvoh bo'ladigan kasb egasi. Tasavvur qiling. Yerga qadagan urug'idan katta bir xarsang kesakni ko'tarib, bosh ko'tarib chiqayotgan nihonni ko'rsangiz, Allohning qudrati emasmi? O'sha nihol asfaltni yorib yuboradi. Katta xarsang toshlarni ko'tarib yuboradi. Vaholanki oyog'ingizni tagida ezilib, yanchilib ketadigan narsa bunda bosib qo'ysangiz. Lekin u shuncha kattagi hajmdagi narsani ko'tarib, yorib chiqayotgan bu kuch qayerdan? Bu Allohning qudrati. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, auzubillahi minash shaytonir rojim, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sizlar o'stirib undirguvchimisiz yoki biz o'stirib undirguvchimizmi deb Alloh aytayapti. Dalasida mehnat qiladi, lekin uni o'stirib undiradigan, hosilga kiritadigan, unga rang beradigan, unga ta'm beradigan, uni xirmonini mo'l qiladigan Alloh. Allohga yolvoradi, Allohga suyanadi. Boshqa kasb egalari o'zini tajribasiga suyanishi mumkin. O'zini iqtidoriga suyanishi mumkin. O'zini hunariga ishonishi mumkin. Dehqon Allohga ishonadi. Allohga tavakkal qiladi. Dehqonchalik Alloh bilan ko'p gaplashadigan, Allohga ko'p duo qiladigan, Allohdan ko'p yaxshi umidlar bilan yashaydigan kasb egasi yo'q.